Assalomu alaykum YouTube. Bugun bu videoda men hozirda mana shu 35 tadan ortiq videolarimni nimalar bilan olganman, YouTube video olish uchun nimalardan foydalanaman shu haqida aytib, ko'rsatib, obzor qilib bermoqchiman. Qani bo'lmasa ketdik. Birinchi ko'rsatib o'tadiganim bu shtativ, ya'ni telefonda kamerani umuman ushlab turadi. Buni uzunligi mana bu yoqdan uzaytiriladi, uzaytirib katta bo'ladi. 1,5 metrgacha ko'tariladi, yerga qo'yib bemalol bo'yga yarasha qilib video olsa bo'ladi. Keyin ikkinchisi bu ovozni to'g'rilab aniq chiqarib beradigan mikrofon ikkita. Bu o'rtasida bu telefonga tiqiladi bunisi. Keyin mana bular esa biror joyga kiyimga yo biror nimaga qistirib qo'yilib ovozni yoqib beradi. Bu ikkita bo'ladi. Ikki kishi o'tirib podkast olganda ham mana shu ishlatsa bo'ladi demak. Keyingisi bu oddiy, buni birinchi olganman shtativdan oldin. Birinchi mana shuni olganman. Telefon qo'yishga, stolni ustida yo biror joyga telefonni qo'yib ishlatganda mana shuga qo'yib video olsa, ishlatsa bo'ladi. Men shundan foydalanaman YouTube video olishda. Hozirgacha 35 tadan ko'proq video olibman YouTube'ga. Bu videoni olishimdan maqsad YouTube olishim uchun menga kuchli kamera kerak yoki mikrofon kerak, $100 mikrofon kerak degan bahonachilarga namuna sifatida oldim. Men buni 90 mingga olganman. Yoki ikkalasi bitta bo'lib kelgan. Buni olish shart emas. Men shunchaki boshida ishlatishimga olganman. Birdaniga men buni olsa, bu bozorda shu 100 ming atrofida turadi. Mana shuni olsa, bu любой joyda ishlatish qulay. Yig'ilganda yomon rosa kichkina bo'lib qoladi. Bemalol sumkachalarga yoki qo'lda ushlab yurishga juda qulay. Videoni esa o'zimda hozirgi video olayotgan telefonimda olaman. Telefonim yaqinda shu yilning 2025-yilda boshida olganman telefonni. O'qishga kirganim uchun uydagilar menga olib berishdi sovg'a qilib. Redmi 13 oddiysi Redmi 13 telefon. Yaxshi kameralari joyida, shu o'rtacha, faqat shu stabilizatsiyasi uncha yaxshi emas. Bo'ladi, video olishga bo'ladi. Shu men video olishimdan maqsad aytib o'tdim. YouTube kontent olishda bahonalarsiz o'zingizda bor narsadan foydalanib video olishlikni maslahat beraman. YouTube boshlamoqchi bo'lgan odamlarga maslahatim shu. Video manfaatli, foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi video kontentlarda ko'rishguncha. Go!